Şu molimizni barakalari bo'pti shekilli. To'g'ri oldingizmi? Oldim. Necha pul bo'ldi? 21.800 bo'ldi. 21.800.000 so'm bo'pti. Bolasi xunajindan ekan. Nechinchisiga? Birinchisiga ekan. 21.800.000. Assalomu alaykum. Bunyodbek Uz kanalini hurmatli obunachilari, chorva mol qo'y ishqibozlari. Sizlarning e'tiboringizga bugun Andijon viloyati Baliqchi tumani Baliqchi chorva mol bozoridan videolarimizni ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rib, kommentariyada iliq fikrlarni bildirib, layklarni bosib qo'yasizlar. Qani unda videolarimizni boshladik. Ona bolalardan ham ko'rsatamiz. Keyingi bozorga sizlarga qanaqa mollar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, shu mollarni ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Hormang uka, charchamayapsizmi, tuzimsiz? Nech pul deyapsiz buni? 25 kam bor deyapmiz. 25 million so'm kami bor. Nechinchisiga? 3-chi bo'lsa kerak. 3-chi tug'ishiga deyapti. Bolasi novvosa? Bolasi novvosidan ekan. Tushovlari yo'qmi? Tagida yuradi bolasi. Bolasi tagida yurar ekan, hali sog'ib ko'rishmabdi. Savdolari bo'ldimi? 21 so'rashyapti. 21 million so'mgacha savdolari boribdi, berishmabdi. Ishqibozlarga nomer qoldiraylikmi? Ayting. 20lik 011 20lik 011 93 Manzil qayerda? Go'ravonda, Baliqchini Go'ravon degan joydan ekan. Sizlarning e'tiboringizga yana bitta ola parodani ko'rsatib o'tib ketamiz. Bolasi xunajinidan ekan. Buning narxini nech pul deyapsiz? 30 million deyapsiz. 30 million so'm kamlari bor deyapti. Bolasi xunajin nechinchisiga? Ikkinchisiga ekan. Sutlari nechta sutga? 7 litr suti bor ekan. O'zingiz molingizmi yo tirikchilikmi? O'zini moli ekan, dehqonchilik ekan. Savdolari bo'lyaptimi? 26,5-27 gacha so'rashdi. 26 million 500 ming so'mdan 27 million so'mgacha savdolari bo'pti, berishmabdi. Ishqibozlarga nomer qoldiraylikmi? 93lik 93lik 415 415 22 72. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilda qayerda dedik? Qo'shtepa, Chinobodda Qo'shtepa degan joydan ekan. Sizlarning e'tiboringizga yana bitta ona bola sigirni ko'rsatib o'tib ketamiz. Taxminiy bo'ylari shu 1.15 plyusida chiqadi. Tog'a, narxini nech pul deyapsiz? 28 deyapmiz. 28 million so'm kamlari bor deyapti. Bolasi novvosmi, xunajin? Bolasi xunajin ekan. Nechta sutga tog'a? 8 ta sutga xotirjamga olaverasizlar ekan. Savdolari bo'lyaptimi tog'a? Savdolari bo'ldimi? 25 beryapti. 25 million so'm savdolari bo'pti. 25 million so'mga berishmayapti ekan shu molimizni. Mana shu yerda ham savdolari qizib qopti. Savdolari bo'lib turgan joylaridan. Ma'qul kelsa bersangiz men oldim degan. Nima bo'ldi? Yaxshi niyat qilaylik. Endi ketib niyat qilaman. Qo'shib beraman. Qo'shib beraman nasiyaga. Bolasi xunajinidan. Mana savdolari qizib turibdi. Savdolari bo'lib turgan joylaridan. Tog'a nech pul berdingiz, xo'sh tog'a? 25 million. 25 million so'm savdolari bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. Nechinchisiga ekan tog'a? Qizilmoq sotib qo'ygan, shu yerda qo'ysam bo'lar ekan. Uni yetolmaymiz deb takitibizga qo'ygan. Nechinchisiga ekan tog'a? Qo'shnim. Bizda ikkimiz qo'ygan. Ikkinchi bolasiga ekan. 25 million so'm savdolari bo'lyapti, bermayapti. Mol olsang tanlab ol, tanlab olmasang targ'il ol deganlardan ekan mana. Ammo taylari chiroyli ekan, bolasi novvosidan ekan. Savdolari bo'lib turibdi. Nech pul berishyapti ekan? Mana tishlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 8 ekan tishlari. Nech pul deyapsiz aka? 33 million so'm kamlari bor ekan. Nech pul berdingiz tog'a? 28 millionga o'tib ber, aytib deb dedi. 28 million so'mga o'tib ber deyapti ekan, o'zi aytib deb deyapti ekan, berishmayapti ekan mana. Savdolar ko'p, bugun dehqon akalarimiz ko'p chiqibdi. Bolasi xunajinidan ekan. Aka nech pul beryapsiz? 23 million. 23 million so'm savdolari bo'lyapti, bermayapti ekan. Chiqchi qorindorroq mol ekan.
23 million so'm savdolari bo'lyapti, berishmayapti. O'zi akamiz nech pul narx aytyapsiz aka? 30 kam bor deyapti. 30 million so'm kamlari bor deyapti, keyin 23 million so'm savdolari bo'lyapti, berishmayapti. Bozoringlarni bersin. Mana shu yerda bitta shved molimiz bor ekan. Shuni ham ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarning e'tiboringlarga. Nechinchisiga ekan aka? 6 kilo. 6 kurak, ikkinchi bolasi. 10 ta sutga. 10 ta sutga bor. Pulini nech pul deyapsiz aka? Pulni 31 million qilishib 31 million so'm savdolari bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan akalarimiz. Bolasi ham ko'paysin-a bolasi. Ha, ko'paysin. Bolasi ko'paysin ekan. 31 million so'm savdolari bo'lyapti, bermayapti. Ustiga yurganga sotamiz deyapti. Ishqibozlarga nomer qoldiraylikmi aka? Bor aka, ishqibozlarga nomer qoldiraylikmi? 93 671 93 671 46 06. 46 06. Manzil qayerda aka? Namanganda. Namangandan ekan akalarimiz. Bozoringlarni bersa aka. Ko'p obunachilarimiz so'raydi. Xunajillarni zo'rlaridan ham ko'rsating degan obunachilarimizga mana shved tozalaridan sizlarning e'tiboringlarga havola qilamiz. Arqa korpuslari ham kelishgan. Arqa oldilari kelishganlaridan. Olib borib buqaga qo'ysanglar ham bo'laveradi, dalshi yemlab yuborsanglar ham bo'ladi. Tog'a narxlari nech puldan ekan bular? 23 million so'mdan kamlari bor deyapti ekan toza shvedlarga. Aka savdolari bo'lyaptimi? Uchovsi bo'ldi. Uchovsiga nech pul berishdi? 61 milliongacha savdo bo'ldi. 58 milliondan boshlab. 58 million so'mdan boshlab 61 million so'mgacha savdolari bo'pti, berishmayapti ekan. Xudo xolasa ozma-oz qoldimi aka? Ha, jicha yursa sotamiz. Ozgina yursa sotamiz deyishyapti. Ishqibozlarga nomer qoldirib ketaylik aka. 93lik. 93lik 126 126 21 61. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Yemoq-ichmoqlariga aka. Yemoq-ichmoqlariga bir hafta sinovi bor deyapti, sinov olaverasizlar deyapti. Aka bozoringlarni bersin. Mashlar olindi shekilli. Aka olindimi mashlar? Yo sotyapsizmi? Sotiladi ekan. Pullari nech puldan ekan aka bularni? 15 million 500 ming so'mdan kamlari bor ekan mana shu ikkovsiga. Etvoshlari omad zo'r ekan, chicha arqalari pastroq ekan. Aka savdolari bo'lyaptimi? 13 dan bo'lyapti. 13 million 500 ming so'mdan savdolari bo'lyapti ekan, bermayapti ekan akalarimiz. Aka ishqibozlarga nomer qoldiraylikmi? Sotilib ketadi. Gap yo'q aka, bozoringizni bersin. Navbatdagi bitta xunajim bor ekan, shuni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shu xunajilimizga ham barakalari bo'pti. Barakalari bo'lgan joylaridan. Aka nech pul bo'ldi? 13 million 100 ming so'mga barakalari bo'pti. Yosh ko'chat xunajincha ekan. Taxminiy bo'ylari shu 1.5 atrofida chiqadi. Mashinasi ham olinib shekilli. Aka oldingizmi buni? Nech pul bo'ldi aka? 13 million 200 ming so'mga barakalari bo'pti mana shu xunajinimiz. 13 million 200 ming. Novvos bozorlarida ham sizlarning e'tiboringlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Yosh ko'chatlaridan somon payti shunday tashab qo'ysanglar, kuzga xudo xolasa katta bo'lib baraka topadigan mollardan xudo xolasa ko'rsatamiz e'tiboringlarga. Nech puldan deyapsiz aka bularni? 35 kami bor jupa. 17 million 500 ming so'mdan kamlari bor ekan. Mana shu yerda endi hozir hoj tog'alarimiz ishqiboz bo'lib turibdi, hali narx-navo so'ragan yo'q. So'rasak ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Mashinasini aka bu shved nech pul deyapsiz? 17 million so'm kamlari bor deyishyapti. Taxminiy bo'ylari shu 1.5 atrofida chiqadi. Savdolari qanaqa bo'lyapti aka? 14 million qilishibdi, bermayapti ekan. Dehqonchilikmi aka, tirikchilikmi sizga? Akamizga ham tirikchilik ekan. Mana shu yonida mana shu buqamizga ham mana savdolari bo'lib turibdi. Taxminiy bo'ylari shu
15 ga yaqinroq chiqib bo'ladigan, ammo ozgina ingichkaroq ekan. Savdolari bo'lib turibdi. Oyoqlari polvon ekan. 15 million so'm so'rayapti. Bering, xursandmisiz? 15 ga bering. Voy aka, shu bolam birozning gapini oldim. O'zi mening ishim yo'q dedi. Bering Hoji tog'a. O'tmay qani 15 ga bor beraga aka. Xursandmisiz? 15 million so'm savdolari bo'lyapti, berishmayapti mashinasiga. Oz-moz yurib berasiz, beraman deyapti. Hoji tog'a. Beraman, so'mlari. Bozoringizni bersin. Yosh kichkina shvet novoscha. Aka narxini nech bilyapsiz Hoji tog'a? 17 kam bor. Buni 17 million so'm kamlari bor ekan. Taxminiy bo'ylari shu 1 metr 1.5 ga yaqinroq chiqib qoladigan buqaga 13 million 500 ming savdolari bo'pti, bermayapti ekan. Bozoringlarni bersin. Alloh akbar. Ashetda ham savdolari qizg'in bo'lib turibdi. Nech pul deyapsiz aka? 16,5 deyapmiz. 16,5 deyapsiz. Nech pul berasiz aka? 12 million 200. 12 million 200 ming so'm savdolari bo'lyapti. Mana realni savdolari bo'lib turgan joydan 12 million 200 ming so'mga yo'q, bermayapti. Shu qizil buqaga ham hozir savdolari bo'lib turibdi, mana shu yerda so'rashib turibdi ekan. Aka nech pul berdingiz? 14,5 million. 14 million 500 ming so'm savdolari bo'lyapti ekan, bermayapti ekan mana shu. Askasi ham bor. Ha? Askasi bor ekan, petnolar. Ha, betnolari bor ekan. Biz nech pul narx aytyapsiz ekan? 18 million deyapmiz. 18 million so'm ukalarimiz narx aytyapti ekan. Shuni gapiraman. Savdolari bo'lyapti ekan, bermayapti ekan. Xudo xolasa oz-moz qo'ysa bitadi. Oz-moz qoldimi axir? Oz-moz qoldimi xudo xolasa? Gap yo'q, bozoringlarni bersin. Aka nech pul bo'ldi? Bilmadim.